Ey Allohim, men qo'limdan kelganini qildim. Endi qalb seni qo'lingda ekanda nima qilay? Bu bolamni o'zgartira olmadim. Qalblar seni qo'lingda. Sendan so'rayman, bolamga hidoyat bergin, tavfiq bergin. Seni yo'lingda yurishini, qiyomat kuni bu bilan birga jannatda ko'rishishni orzu qilaman. Men qiynalib qolaman, o'zim jannatda-yu bolam jahannamga tushib ketib qolsa. Sen rahmlidan rahmlisan. Sen bandangni xafa qilmaysan. Sen bandangni hijolat qildirib qo'ymaysan. Sen bandangning duosini ijobat qilasan, chunki Qur'onda aytgansan, duoingizni ijobat qilaman deb. Men senga duo qilaman, o'g'limni senga topshirdim. Hidoyat ber, tavfiq ber, rushd ber, shunday bir yaxshi inson bo'lsinki, uni jannatda ham ko'ray. Allohu akbar. Ulamolar aytadi, Ali ibn Fuzayl ibn Iyozdan 10 barobar yaxshi bo'lib ketdi deyshadi. Fuzayl ibn Iyozni Abdulloh ibn Muborak ta'rif etdi. Endi Ali ibn Fuzayl ibn Iyozni o'g'lini butun olimlar ta'rif etib, Fuzayl ibn Iyozdan ham o'g'il o'tib ketib qoldi, ilmda ham, taqvoda ham, fiqhda ham deydi. Nima? Bu joyda nima? Otani duosi ketdi. Otani ixloschilik hech kim ixlos qilmaydi, manaman degani ham. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki bizni farzandimizga o'zimizchalik hech kim qayg'urmaydi.